Noto'g'ri tushunmang. Puling boshingdan qolsin. Menga qarang. Assalomu alaykum. Qayer? Sartepa. 15 ming bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sartepaga ekanda bo'lsa. Ha, yaxshi. Uydalar yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz omadli taksi loyihasiga tushib qoldingiz. Hayron bo'lib qo'rqib ketgandirsiz. Bu qanaqa loyiha bo'lsa kerak. Bu shunday omadli loyihaki, xohlasangiz ham o'ynaysiz, xohlamasangiz ham o'ynaysiz. Mani mashinaga o'tirganingizdan so'ng. Shuni baqirmasdan aytsa bo'ladi-ku. Endi Firishkam shunaqada baqirib o'ramanda, yangi qizlarni ko'rsam, hayajondan qolyapti. Qarang, o'yinimiz shundan iborat. Men sizga hozir savol beraman. Yo'l-yo'lakay ketishda suhbatlashib ketamiz, tanishib ketamiz ikkovimiz. Savol beraman. Har bitta to'g'ri javobiga 50 ming so'mdan sizga pul beraman. Nechta savol bo'ladi? Yetib borganimizcha nechta savol bo'lsa, yana bizning ikkinchi shartimiz ham bor. Agarda savolimga to'g'ri javob bera olmay qolsangiz, qayerda to'xtasak, o'shaga sizni taylab ketaman bu joyga. Xo'p. Tushunarlimi? Bo'lmasa, tayyormisiz? Tayyormisiz? Astaroq gapiring. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Demak, biz boshladik. Qanday kayfiyatlar qanday o'zi? Zo'r. Zo'rmi? Nima ish qilasiz? Mobilograf. Nimalograf? Mobilograf. Mobilograf? Siz oldin bu ishni qilishdan oldin u gapni to'g'ri aytishni o'rganishingiz kerak. Mobilograf. Xo'p. Bunaqada mobilograf, to'g'rimi? Bunday kamerani telefon chappacha ushlab olib, nima qilsa, u mobilograf, to'g'rimi? Ha, молодец, mana fuchu montajdan qilib taylaysiz. Zo'r. Xo'p, demak, boshlaymiz savollarimizni. Tayyor bo'lsangiz agar, sizni bilimingizni bir sinab ko'ramiz. Birinchi javob beraman. Hammasiga? U sizga o'ylang, bu ko'rmaganda bu qanaqa savollar bo'lishini bilmaydi-da. Xo'p, qarang. Birinchi savolimiz shunday iborat. Dunyodagi eng katta jonzot qaysi? Bu yer sharidagi eng katta jonzot hayvon qaysi? Variantlar bormi? Yo'q, variantni miyadan izlaysiz. Ha. Eng katta siniy kit. Nima kit? Siniy. Ko'k. Siniy. Ha, ko'k kit. Ko'k kit. To'ppa to'g'ri, topdingiz. Ruschani qiyib olar ekansiz. Sendek ketdi desiz, o'zbek tilida gapira olaylik, iltimos bo'ladi. Sizga ham menga ham yarashib ketgan tilda. Aha. Qara, qizlarni qara. Savol to'g'ri, noto'g'ri javob bergan muhim emas. Pul kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri javob berdim. Mana pul sizga 50 ming so'm. Mana. Keyin olib qo'ymasangiz. Barakasini bersin. Olib qo'ymayman, men berib bo'lmaydi. Demak, agarda tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolga o'tamiz. O'zi yuragim mashinchagina ekanda. Ja, unchalik. Mashinchagina ekanda. Ana o'qigandan bo'ladi. Vibratsiya beryapsiz. Mayli, xo'p. Keyingi savolim shundan iborat. Futbolga qiziqasizmi? Ha, qiziqaman. Qaysi futbolchilarni yaxshi ko'rasiz? Ronaldo. Hamma qizlar Ronaldo yaxshi. Hammani Ronaldoni yaxshi ko'rar ekansiz. Ronaldo sizga sovchi yuborsa nima qilardingiz? O'ylab o'tirmasdan tegib yuborardim. O'ylab o'tirmasdan tegib yuborardingiz? Bu holat tushingizda ham bo'lmasa kerak. Ha, bilmayman. Savolim shundan iborat. Ronaldo qaysi davlat fuqarosi va qaysi terma jamoada o'ynaydi? Portugaliya. To'ppa to'g'ri. Portugaliya terma jamoasida o'ynaydi. Ronaldo 40 yoshga kirdi. Gap bo'lishi emas. Haqiqatan sevargansiz Ronaldoni gap. So'z bo'lishi mumkin. Ronaldo xotiniga ham o'xshab ketarkansiz. Prosta sal qoraroqda. Jorginho va sal kengroq, bufetlar hamma narsa kattaroq. Xo'p, молодец. Keyingi savolim mana. Keyingi savol. Keyin birdammi? Keyingi savolim mana bundan iborat. O'lik dengizini bilasizmi? Yo'q. O'lik dengizi bor-da. Ha, eshitganman. Xo'p, eshitgansiz. Ana shu o'lik dengizini kim o'ldirgan? Baliqlar o'lgan bu o'zi prosta hazil qilib berdim bu savolni. Noto'g'ri savol, hazil qilib savol berdim. Shunchaki o'lik dengiz kim o'ldirgan deb. Majlis hech kim o'ldirmagan, shunaqa nom qo'ygan. Hech kim o'ldirmagan. Shunaqa nom qo'yilgan faqat. Hop.
Chog'i qilgansiz. Turmush qurib chiqmagansiz? Yo'q, bir marta ham chiqmagansiz. Yo'q. Yarim marta ham chiqmagan. Yarim marta ham chiqmagansiz. Yo'q. Nimalarga chiqqansiz? Sir bo'lmasa, turmushga chiqmagan Narsaga bo'lsangiz. chiqmabmi? Zinaga chiqqandirsiz. Qayerga? Zinaga chiqqandirsiz, Aa. tapchanga chiqqandirsiz. Hayotingizda bitta narsaga chiqing, turmushga chiqing. Ha. Boshqa narsaga chiqmang. Hop, demak. To'xtang, men siz ismingizni so'ramayapman. Ismingiz nima o'zi? Nigora. Nigora. Hop, demak, keyingi savolim tayyorsiz, ha? Ha, tayyorman. Keyingi savolim shundan iborat. O'rta Osiyo, mana O'rta Osiyo bor dunyoda. O'rta Osiyoda nechta davlat bor va qaysi davlatlar kiradi O'rta Osiyo tarkibiga? Osiyo. Nechta davlat bor? 100. 100. O'zi 300 O'zi davlatda nechta davlat bor? 300 O'rta nechta? Osiyo deb bor. Ha, O'rta Osiyoga ha. nechta davlat bor? 100. Osiyo. O'rta Osiyo. Seni geografiya o'qitgan o'qituvching. Demak, 1 20. 2 15 ta. Ay, so'rang aka. 15 ta, 12 ta, 16 ta, 17 ta. 4 5 Afsus topolmadingiz. Biladiganlar bo'lsa kommentga yozib qoldiringlar. O'rta Osiyoda nechta davlat bor va qaysi davlatlar O'rta Osiyoga kiradi? O'zbekiston. Ha. Turkiya. Ha, nechta? Ayting, hay bilib ketay. Keyin aytaman, kamera o'chirgandan keyin. Hop, siz o'yinimizni yutqizib qo'ydingiz. Ha. Bugungi to'plangan pullaringiz 100 ming so'm. Hay, minusdamasiz, plyusdasiz. Hozir men sizni mana shu yerda bir chekkaga bir tashlab ketishga majburman. Yana boshqa taksi bilan ketamanmi? Yana boshqa taksi bilan ketib, pul Ha, topdingiz, pulim plyusdasiz, bor. qolganiga bir xotok yeysiz. Ana yerdan muzriyashib borishiga tashlab. Farqi yo'q.